Bolajonlar barcha yaxshilanib Albatta. Qaytadan oranjdagi Aslo yo'q. dam olish kunlari yaxshi o'tgan. Albatta. Bolajonlar ertalabki davra suhbat Albatta. qani bir hafta necha kundan qo'l ko'tarib kim aytadi Bahor yo'q. 7 kun dedik. Hafta kunlarini aytyapmiz. Dushanba, Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. aferin. Bir yilda nechta fazla? Aslida kimsan? Nima? Omadli. Bahor, yoz, kuz, qish. Aferin. Bir yilda nechta oy bor? 12 ta. Oylar kimsan? Yusufjon. Yanvar. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyul, avgust, sentabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Aferin. Bolajonlar, suhbatimizni davom etamizmi? Ha. Bahor faslini oylarni kim sanab beradi? Odina turchi. Mart, aprel, may. Aferin. O'tir. Yoz faslini. Avval. Iyun, avgust, Iyul. avgust, Aferin. Kuz faslichi? sentabr, oktyabr, noyabr, Aferin. Qish fasli? Umarjon. dekabr, oktyabr, fevral, mart, Bo'ldi. Mart, dekabr, yanvar, fevral. qish faslining oxirgi oyi fevral oyi. Hozir bugun haftaning qaysi kuni? Birinchi kunimi? Birinchi kuni nomi nima edi? Dushanba. Bas. Aferin. Bolajonlar bugun 3-fevral. Nechinchi fevral ekan? 3-fevral. Bolajonlar sizlar bilan nutq o'stirish faoliyatida yangi faoliyatimizni olib boramiz. Fevral oyining oy mavzusi g'aroyib olam. Nima ekan? G'aroyib olam. G'aroyib olam shabnam chiroyli o'tir. Hafta mavzuyimiz esa bizning gunoh mamlakatlar. Fevral oyining birinchi hafta mavzusi bizning gunoh mamlakatlar. Nima ekan? Bizning gunoh mamlakatlar. Aferin. Bolajonlar bugun sizlar bilan dunyo bo'yicha dunyo mamlakatlar haqida suhbatlashamiz. Bolajonlar har bir davlatning o'zining milliy boyligi va o'zining milliy ramzlari bo'ladi. Bolajonlar har bir millatning o'zining milliy kiyimlari va milliy urf-odatlari bo'ladi. Bolajonlar bu rasmda 5 ta mamlakatning milliy kiyimlari bor. Bularni hozir birgalikda sanab o'tamiz. Qozog'istonning milliy kiyimlari, Qozog'istonning milliy kiyimlari, Tojikiston 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 milliy kiyimlari, O'zbekiston milliy kiyimlari. O'zbekiston milliy kiyimlari. Bolajonlar, bizning millatimiz, O'zbekiston Respublikamiz mana bu xarita, O'zbekiston Respublikasining xaritasi ekan. Nima ekan? O'zbekistonning xaritasi. Bu xarita bizning mamlakatimizning xaritasi. Mana bu yerda esa O'zbekistonning chegaradosh mamlakatlarining xaritasi. Bolajonlar, O'zbekiston 5 ta mamlakat bilan chegaradosh ekan. Hozir sanab o'tamiz. Turkmaniston, Turkmaniston, Tojikiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qirg'iziston, Qozog'iston Qozog'iston va O'zbekiston. va O'zbekiston. Bolajonlar, bizning chegaradosh mamlakatlarimiz bizni har bir mamlakatning o'ziga yarasha o'zining milliy bayrog'i bor, o'zining milliy kiyimi, o'zining milliy urf-odatlari, o'zining milliy taomlari bor. Bolajonlar, bizning millatimizda milliy kiyimlarimiz atlas hisoblanadi. Va turli xil naqshlari, u naqshlarning o'z nomi bor. Paxta gulli naqsh, anor gulli naqsh, har xil naqshlar bor. Bu bizning milliy naqshlarimiz hisoblanadi. Bolajonlar, bizda asosan voha tomonlarda bor. O'tov. Bu turli xil tashtalar tikiladi va atrofiga o'raladi. Bolajonlar, bizning milliy kiyimimiz atlas va adreslar ekan. O'zbekiston Respublikasining milliy kiyimlari. Bu Hindiston Respublikasining milliy kiyimi. Nima ekan? Hindiston Bu O'zbekiston Respublikasining milliy kiyimlari. Bobolar
qalpoq kiyib olgan va jekka kiyib olgan. Momolarimizning boshida qalpoq, sochlarimiz o'rilgan va atlas ko'ylak lozim va chiroyli naqshli nimchalar kiyib olganmi? Bizning Xorazm milliy kiyimi nima ekan? Xorazm milliy kiyimi. Milliy kiyimi. Bu Qozog'iston Respublikasining milliy kiyimi. Bu ham Qozog'iston Respublikasining milliy kiyimi. Bu ham Qozog'iston Respublikasining milliy kiyimi hisoblanadi, bolajonlar. Bu ham Qozog'iston Respublikasining milliy choponi. Bu chopon juda ham mashhur choponlardan hisoblanadi. U zarli ipaklardan tikilgan. Bu O'zbekiston Respublikasining milliy matolaridan bo'lgan atlasdan chiroyli kiyim kiyib olgan ayol. Bu Surxon kiyimi, surxoncha. Surxon viloyatining kashtadan tikilgan kiyimi, ko'ylak lozim va yopinchig'i qalpoqlari bilan. Bolajonlar, Surxondaryoda, Qashqadaryoda ko'proq kashtali kiyimlar kiyiladi. U o'sha viloyatning milliyligini va Surxondaryodanligini bildirib turadi. Bu O'zbekiston Respublikasining bayrog'i, bolajonlar. O'zbekiston Respublikasining bayrog'i 4 ta rang, bitta oy va 12 ta yulduzdan iborat. Bu O'zbekiston Respublikasining o'zgacha ma'nosini bildiradi. Ya'ni bitta oyimiz O'zbekiston Respublikasi hisoblansa, 12 ta yulduz, 12 ta viloyatimiz ekan. Bayroqdagi ko'k rang musaffo osmon, qizil rang tomirimizda oqayotgan qon, oq soflik va poklik, yashil bo'lsa ham yashil tabiatni bildirsa, bu yerdagi bayroqlar ham xuddi o'ziga yarasha, o'zining milliy urf-odatlari ichiga mujassamlashgan holda bayroqlari hisoblanadi, bolajonlar. Bu O'zbekiston Respublikasi, bu dunyo bo'yicha mamlakatlarning bayroqlari. Bu bayroqlar bo'lsa Yevropa, ya'ni Yevropa davlatidagi bayroqlar. Bu O'rta Osiyo davlatining bayroqlari. Bu esa bu ham davlatlarning bayrog'i. Bolajonlar, bizning globusimiz timaloq hisoblanadi. Yer sharimiz timaloq, tuxumsimon ekan. Qanday ekan? Tuxumsimon. Bizning yer sharimizda har xil ertaklar, matallar bor. Masalan, bizning yer sharimizni kimlardir yozib qoldirgan toshbaqalar ko'tarib qolar edi. Yana kimlardir nimalar dedi. Bolajonlar, dunyo bo'yicha yer sharidan tashqari 97% daryo va dengizlar hisoblanadi. U suvlar sho'r suv hisoblanadi. Ichimlik suvi esa 3% hisoblanadi. Shu 3%dan 7% bu qor va yomg'irlardan to'plangan suv bo'lsa, 3% esa bu yer osti suvlar hisoblanar ekan. Biz yer osti suvini asrab avaylashimiz kerak ekan. Uni behudaga saqlamasligimiz kerak ekan. Bolajonlar, suvni asrashimiz kerak ekan. Tushunib oldikmi? Aferin. Bolajonlar, bizlar faoliyatimizda markazlarda davom etamiz. Sizlar bilan qurilish yasash markazida do'stlik ko'prigini birgalikda yasab ko'ramiz. Faoliyatni zerikib qolmadikmi? Yo'q. Dam olish daqiqasi o'tkazamizmi? Mening bitta uycham bor. Uning derazasi bor. Olamga bolajonlar, hozir bizlar televizorda dunyo xaritasini, ya'ni xaritamizni televizorda tomosha qilamiz. Tayyormizmi? Boshladik. Bolajonlar, bu dunyo xaritasi. Shu xarita ichida mana O'zbekiston xaritasi. Mana O'zbekistonning chegaradosh davlatlari. Ko'ryapmizmi? Uzoqlashtirib va yaqinlashtirib ko'rsatyapti. Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bizning chegaradosh davlatlarimiz hisoblanadi ekan. Bolajonlar, mana Legodan do'stlik ko'prigini yasadik. Sizlar ham o'zlaring ixtiyorlaring va tasavvurlaring bilan do'stlik ko'prigini yasaysizlar.